qanchalar qiynashini, do'stlaringiz oldida boshingiz egilib qolganini, ko'chada ko'rgan bolalarga mehr bilan qarashingizni, ich-ichingizdan farzandli bo'lishingizni xohlashingizni bilaman. Doston aka, men sizga oxirgi qilgan qarorimni aytdim. Men siz bilan hech qayerga ketmayman. Meni qarorim jiddiy, iltimos bir-birimizni qiynamaylik. Orzu, men Mehribonli uyga bordim. Hammasini gaplashib qo'ydim. Ikkalamiz borib, ariza tashab kelishimiz kerak. Keyin Xudo xohlasa, bizga bola berishadi. Nimalar qilib yuribsiz? Men sizga kerak emas dedim-ku. Bo'ldi-da endi. Sen nega unaqa qilyapsan, tushunmadim. Sen yaxshisi men bilan ket. Doston aka, meni deb baxtingizni yarimta qilmang. Bu gullar hech narsani hal qilmaydi. Meni kechiring. Endi biz birga bo'la olmaymiz. Men ajrashishga ariza beraman. Ey, nimalar deyapsan? Men ajrashadigan ayolim yo'q.